odamlarga hayronsan-da, odamlarga foydasi tegadigan ish qilasan, odamlarga foydali kontent qilasan, lekin prosmotr kam bo'ladi, bo'lsa ham like, comment bo'lmaydi. Lekin internetdagi bir tiyinga qimmat kontent ishlaydigan laynerlar bor, masxarabozlar bor. Ularda million obunachi, million prosmotr. Men hayronman. Odamlar kerak bo'lmagan bir tiyinlik narsaga like bosadi, bir tiyinlik kontent videolarga like bosadi, lekin foydali bilim ulashayotgan odamning kanaliga kirib, videolariga like bosib, komment yozmaydi. Bilmayman unaqa odamlarni nimaga unaqa bilmayman. Odamlarga foydasi tegayotgan kanallarga obuna bo'lishmaydi, lekin bir tiyinga qimmat laynerlarga obuna bo'lib qo'llab-quvvatlashadi. Shunga men tushunmayman, nima unaqa prosmotrlar ham kam ketyapti videolarda. Ustiga like bosilmayapti, like yo'q, comment yo'q. Bilmayman men kim uchun nima qilyapman, harakat qilyapman, bilmayman. Men sizlar uchun harakat qilyapman-ku, men sizlar uchun harakat qilyapman, sizlar uchun video chiqaryapman, dars beryapman, bilim beryapman, tekinga robot beryapman. Undan ortiq men nima qilishim kerak sizlar uchun, lekin aktiv вообще past, prosmotr 0 deyarli, kam prosmotr. Sizlarga tekin robot beryapman, tekin bilim beryapman, foydasi yo'q. Bilmadim, nima unaqa. Bilmadim, tushunmadim. Qaranglar, mana robotni testi boshladik. M15 time frame'da qo'ydim. 2026-yilda boshidan startda bosib qo'yganman. Mana bu mod degan joyini ko'rsanglar bo'ladi. Evertick da qo'yganman. Bu real bozor bilan 90% o'xshaydigan test qilib beradi. Real bozorga 90% o'xshaydi. Ya'ni bu robot hozir testda qanday ishlayotgan bo'lsa, real bozorda ham 90% mana shunaqa ishlab beradi. Nimaga 100% emas deb savol berishinglar mumkin. Real bozorda broker zadержкасы bo'ladi. Slippage degan narsa bu, spread degan narsa bor. Bir xil turmaydi. Ba'zi paytlar kattalashib ketadi, ba'zi payt kichik bo'ladi. Order vaqtida ochilmaslik joylari bor, kamdan kam bo'ladi. Holatlar zadержкалар bo'ladi. O'shaning uchun 90% o'xshasa bo'ladi, lekin 100% o'xshamaydi. Testdagi natija bilan real natija bir-biriga o'xshamaydi. 80-90% o'xshashi mumkin, 100% o'xshamaydi. Qanday test qilsanglar ham o'xshamaydi. Shuning uchun qaranglar. Nimaga qaytamiz? Testga qaytamiz. $500 depozit. Test 26-yilda boshidan boshlangan, test boshlangan $500 depozit. Mana natijalar ko'rsanglar bo'ladi. Mana order degan joyda orderlar son ko'rsatadi mana bu yerda. Size degan joyda lotlarni ko'rsatadi. Price degan joyda narxlardan qo'yilgan stop loss. Take profitlarni ko'rsatadi. Profit foydani ko'rsatadi. $24, $23. Bitta order o'zida $2877 foyda qilgan. Hisob qo'ydim. Bitta $10,000 foyda qilgan. Bitta order o'zida. Sizlar tushunadigan tilda tushuntirishga harakat qilaman. Professional trader bo'lsanglar ham bu testga tushunmasliginglar mumkin, sababi ro'shnoy trade qilasizlar. Bunaqangi testlarni qilib ko'rmagan bo'lishinglar mumkin. Shuning uchun oddiy qilib tushuntiraman. Oddiy qilib tushuntirganda hozir $500 depozit qilingan. Yanvar oyidan ishlashni boshlagan bo'lsa, yanvar, fevral, mart, aprel 4 oy ichida mana shu $500 $170,000 ga olib chiqdi. 170,000, 420, 571,000 bo'ladi hozir qarab turinglar. Kichik depozitdan hozir men
$174 olib chiqdi desam, ko'pchilik hozir ishonmasligi mumkin, negativ yozishi mumkin. Bu birdaniga bo'lib qolgan narsa emas. 4 oylik natija, 4 oy 5 oylik natija. Sababi bu robot oddiy robot emas, balansni o'qiydi, shotni ko'radi. Misol uchun $1000 qancha lot, necha lot ochadi, $10,000 necha lot ochadi, hammasi bu hisob kitob bilan ochadi. Misol uchun $100 kichik lot, $500 sal kattaroq. Depozit oshgan sari lotni ham oshiradi, ketaveradi. Mana testdan tugadi. Qaranglar. Reportni ko'ramiz. Mana $500 qaranglar. Chap tarafga qaranglar. $500 depozit. Initial depozit $500, total net profit $181,865, $181,000 profit beryapti. Qaranglar, tasavvur qilinglar. Ha, mayli, bu real bozorda boshqacharoq ishlaydi deylik. Boshqacharoq ishlaydi desak, mayli, $80,000 olib tashlaymiz. Mayli, $80,000 olib tashlaymiz. $100,000 profit bo'ladi. $100,000. Mayli, $100,000dan olib tashlang. Mana $181,000, $50,000 qiling, misol. $50,000. $50,000 mana $500 mana ko'rsanglar $50,000 profit qilyapti deb tasavvur qilavering. Misol uchun komissiyasi bor, foizi bor, usi bor, busi bor deylik. Shunaqa qilsanglar bo'ladi. Misol uchun $500 profit qilsanglar $50,000 da faraz qilaveringlar. Lekin bu robot tekin emas. Bu robot afsuski sizlarga pullik. Agar tekin robot kerak bo'lsa, kanalga o'tsanglar, yaxshi robotlar bu $100 $100 million qilgan yaxshi robotlar ham bor. Telegram kanaliga o'tib ko'rsanglar. Lekin bu aynan mana shu super robot pullik. Kimga qiziq bo'lsa, Telegram kanaliga o'tasizlar. Telegram kanalda men o'zimni linkim turibdi, nomerlarim turibdi. Bemalol menga bog'lanib robot haqida so'rasanglar bo'ladi. Kim qiziqsa, men o'zimga chiqinglar, men sizlarga ma'lumot beraman. Qanday ishlash kerak, necha pulga sotib olish kerak, hammasini men sizlarga aytib beraman. Barchaga omad, keyingi videoda ko'rishguncha.